Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Damas mashinasi 2020-yil 99 km masofani bosib o'tgan. Minishga tayyor, texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. To'rtta yaxshi yumshoq bo'lolib qo'yilgan kalpalar bilan birga salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, salonlar ham zo'r holat turibdi. Mashinaga yaxshi chexol, ko'rik po'yli solingan, yaxshi barligicha ham ustonovka qilingan. Orqa tomonlardan ko'rishingiz mumkin. Yaxshi magnitofon kolonkalar ham qo'yib qo'yishibdi. Temir gaz bo'loli ustonovka qilingan. Motor moz korobkalarda ham hech qanaqa muammolar yo'q. Kuzovlarda qiladigan umuman ishlar yo'q. Kraskasiga keladigan bo'lsa, ukalar 5% kosmetika uchun qilingan joyitlari bor ekan. 5% chiqib chiqmas ekan, o'zingiz uchun bir qator tekshirtirib, prerka qildirib olaverasizlar. Mashinaning umuman udallari yo'q. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini o'qilasizlar ol maza qilib ishning uchun. Ukamiz bilan to'g'rishib, ukamizga bir so'rash zorlagan. $4550 bu xolan $4550 ga 2020-yil 99 ming proyekt yurgan minishga tayyor Damas mashinasi. Beni telefon qilib, barik qilishingiz mumkin.